Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi milliy sertifikatda tushgan savollarni keyingilarni ko'rishda davom etamiz. Demak, 5-savol. Arifmetik progressiyaning 3-hadi, 1-hadi, 2-hadilar yig'indisiga birinchi, ikkinchi, 3-hadilar ko'paytmasi 384 bo'lsa, arifmetik progressiyaning 10-hadi yig'indisini toping. Demak, bu yerda biz quyidagicha ish amalga oshiramiz. 3-hadimizda, demak, 2-had hamda ayirma orqali foydalana olamiz. Demak, misolda ishlanish yo'lida davom etamiz. Demak, A2 plus D teng A1 plus A2 dan. Bu yerda 2-hadlar nolga aylanib ketadi. Xo'p, demak, A1imiz D ga tenglik kelib chiqdi. Shunda. Endi A1 D ga tenglik kelib chiqqandan keyin A2miz shunda ikkita A1 ga tenglik kelib chiqadi. A3imiz demak 3 ta A1. Ana endi quyidagi ifodalarni keyingi tenglikka olib borib qo'yamiz. A1 ko'paytirilgan, A2 ning o'rniga demak 2 ta A1 ko'paytirilgan 3 ta A1 teng 384. Bularni ko'paytirsangiz 6 ta A1 ning kubi teng 384 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, bu bilan 6 bilan 384 qisqartirganimizda A1 ning kubi teng 64 ga tenglik kelib chiqsa, shunda A1imiz demak 4 ga tenglik kelib chiqadi. Bundan arifmetik progressiya ayirmasi ham 4 ga kelib chiqsa, A2 ikkinchi hadimiz demak 8 ga, uchinchi hadimiz esa 12 ga tenglik kelib chiqadi. Bizdan so'rab turgan narsa 10 ta had yig'indisi. Demak, 10 ta hadni topishimiz uchun bizga A10 hadimiz ham kerak. 10 hadni topish uchun demak biz A1 4 plus 9 kara D. 9 kara 4 36 qo'shsak 40 degan natijamiz hosil bo'ladi. Demak, S10 formulasi. S10 teng A1 4 plus A10 40 taqsim 2 ko'paytirilgan 10 ta hadimiz bor. Demak, hisoblasak 44 ni 2 ga bo'lsak 22 bo'ladi. 10 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 220 degan javobimiz hosil bo'ladi. Demak, ana endi keyingi misolimizga o'tamiz. 6-misol. Bunda 6-misolda demak 4-darajali demak tenglama berilgan hamda faktorial misollar berilgan. Demak, quyidagicha ishlaymiz. Mana bu yerdagi 2027 faktorial taqsim 2026 faktorial plus 2025 faktorial. Demak, uni alohida o'zini ishlab olamiz. Demak, quyidagicha bo'ladi. 2027 faktorial taqsim 2026 faktorial plus 2025 faktorial. Teng. Demak, endi 2026 faktorial bu 1 dan 2026 gacha, 2025 faktorial esa 1 dan 2025 gacha sonlar ko'paytmasi. Demak, umumiy hammasini dan 1 dan 2025 gacha chiqarib oladigan bo'lsak, quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. 2027 faktorial taqsim 2025 gacha chiqarib olsak, uni ko'paytmasi 2025 faktorialni beradi. Shunda ikkinchi ichida qoladi bitta 2026 plus 1. Demak, qolyapti bu 2027 faktorial bilan 2025 faktorialni 2025 da qisqarib ketadigan bo'lsa, demak, tepada qolyapti 2026 ko'paytirilgan 2027 taqsim 2027 qoldi. Demak, 2027 lar qisqarib qoladigan bo'lsa, o'rtadagi demak koeffitsiyentimiz nechaga tenglik kelib chiqdi? 2026 ga tenglik kelib chiqdi. Demak, endi o'rnay qo'yamiz. Tenglamani ishlashda davom etamiz. x4 plus 2026 x ning kvadrati plus 2025 teng. Endi bu misol 4-darajali kvadrat tenglama bo'lgani uchun biz buni belgilashdan foydalanamiz. X kvadratni a orqali ifodalasak, demak bu a kvadrat plus 2026 a plus 2025 teng. Kvadrat tenglama boshqa koeffitsient bo'lgani uchun Viet teoremasidan foydalanamiz. Demak, ildizlar yig'indisi minus 2026 ga ko'paytmasi esa 2025 ga. Demak, birinchi sonimiz, demak, birinchi ildizimiz minus 2025, ikkinchi ildizimiz esa minus 1 ga tenglik kelib chiqdi. Ana endi belgilagan ifodamizda borib qo'yamiz. X kvadrat teng minus 2025 x kvadratimiz teng minus 1 kelib chiqadi. Demak, kvadratik ifoda manfiy songa teng bo'lmagani uchun bu misolimizning yechimi demak bo'sh to'plam, ya'ni yechimga ega emas. Demak, endi keyingi misolga o'tamiz. 7-misol. Demak, ishlashni boshladik. Xo'p, bu misolimiz ko'rsatkichli tenglama bo'lganligi uchun mana bu to'rni biz 2 ni darajasi shaklida yozib olamiz. Demak, 2 ni x kvadrat minus x-chi darajasi. Xo'p, plus endi hurmatli kuzatuvchilar, menga e'tibor beramiz. X kvadrat minus x, x kvadrat minus x ikkalasida ham bor. Demak, 2 ortiqchalik qilyapti. Biz buni 2 ni kvadrat qilib oldinga chiqarib olsak, 2 ni kvadrati bu 4 degani ko'paytirsak 68 hosil bo'ladi. Ko'paytirilgan 2 darajasida x kvadrat minus x plus 256 teng. Demak, quyidagi tenglama hosil bo'ldi.
xuddi buni ham yuqoridagi tenglamaga o'xshab, demak, belgilash kiritib ishlab olamiz. Demak, biz 2 darajasida x kvadrat minus x ni a orqali ifodalasak, mana bu bizda a kvadratni beradi. A kvadrat plus 68 a plus 256 teng 0. Demak, ushbu misolda quyidagicha ishlaymiz endi. Yana o'sha viyetdan foydalansak, ildizlar yig'indisi minus 68 ga ko'paytmasi esa 256 ga teng. Demak, bumiz minus 4 bilan a2 miz minus 64 degan demak javoblar hosil bo'ladi. Ana endi chiqqan natijalarda a0 ni olib borib qo'ysak, 2 darajasida x kvadrat minus x teng minus 64, 2 darajasida x kvadrat minus x teng minus 4. Ana endi biz bilamiz, ko'rsatkichli sonlar, ya'ni darajali sonlar hech qachon manfiy songa teng bo'lmaganligi uchun bu ham yechimi. Demak, javoblar yechimga ega bo'lmaydi. Demak, umumiy javob sifatida biz bo'sh to'plamni olamiz, ya'ni yechimga ega emas.